Ushbu anime Telegramdagi Anigos kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdilar Izzatbek hamda Akame. Tarjimon Izzatbek, taymingda Akame. Nihoyat vaqti keldi. Aka. Ha. Endi biz qasos olishni boshlaymiz. Hammasi bizni kelajagimiz uchun. Buyuk ona, uyg'on. Buyuk ona. Nima? Vaqti keldi, buyuk ona. Buyuk ona. Bu yerda kim bor? Sen kimsan? Bu tushmadi. Nihoyat uyg'onding. San ovozing juda ham baland. Dedini qo'rqitib yubording. To'g'rimi? Dedi. Xo'y, kichkina qiz, nimaga bular bu yoqda deb hayrondirsan-a? Haligi, men shunchaki uyg'onib ketdim va men chanqaganman. Qani, bu yerga kel. Ayato, men shunchaki Ayato. Bu yoqda biza ham bor, buni unutma. Kanato. Ha, Ayato, buni faqat sen qilishing, adolatdan emas. Axir bu kichkina qizni qoni hammamizga tegishli emasmi? To'g'ri. Uni bizga ber. Juda chanqadim. Iltimos, mana chanqog'imni tezroq qondir. Kelinglar, hammamiz birdaniga. Yoqimli ishtaha.
Bunga hali erta emasmi? Judayam qiziq joyda xalaqit berdinglar. Nimaga aynan bu vaqtda meni chalg'itdinglar? Bilasanmi, sen o'zingni ushlab turishing kerak. Shunchaki o'ylab ko'r, bu qizni azoblanishi senga yoqadimi? Bu meni hayajonlantirdi. Sen judayam buzuqsan. Ovozinglarni o'chiringlar. Musiqa eshitishimga xalaqit beryapsizlar. U o'zgarmaydi. Sen hech qachon o'zgarmaysan. Ovozingni o'chir. Iltimos jim bo'linglar. Teddy'ning ahvolini ko'rmayapsizlarmi? Bu yerga kel. Men xuddi it kabi chanqaganman. Men chidab tura olmayman. Ayato bu yerda emas. Bu yerda o'zingning odobingni ko'rsatyapsanmi? Biroz uyal. Senga nima? Po'xuy emasmi? O'chir. Nimaga? Axir hammamiz bitta mashinada biz. Odobingni saqla, o'zingni ushlab tur. Ayato. Men xohlaganimni qilaman. Bularni hammasiga sen aybdorsan. Qanday qilib? Nima bo'ldi o'zi? Sen judayam og'ir ekansan. Qutqarganing uchun rahmat, Ayato. Nima bo'lgandayam, men seni qonuniy yo'qotishni istamadim. Nima bo'lganiga tushunmadim. Bu baxtsiz hodisamidi? Bunaqa ahmoq bo'lma. Mashina o'z-o'zidan bunaqa avariyaga uchramaydi. Ha, bu tasodif emas. Kim bizga bunaqa qilishi mumkin? Bu ulanishi deb o'ylaysizlarmi? Sizlar kimsizlar o'zi? Buyuk ona. Hoy! Ular kim edi? Ularning hidi g'alati ekan. Ularga nima kerak? Ular ham biza kabi iblis ekanmi? Ular rostdan ham. Lekin ular toza qonli emas. Shu muammoni yetmay turgandi. Men tushundim. Demak ular urush e'lon qilishdi, to'g'rimi? Bu juda kulgili. Uni ovozini oldin qayerdadir eshitganman. Men umuman uxlay olmadim. O'sha payt nima bo'lganda, shunchaki men bu so'zlarni unutolmayapman. Buyuk ona. Seni topdim. Sen kimsan? Sen bilan tanishganimdan xursandman. Qayerga qochib ketmoqchisan? Sani hiding
Judayam g'alati ekan. Bu hayoting. Bu sani taqdiring. Ular almashishdi. Buyuk ona. Yangi buyuk ona. Sanga keldik, buyuk ona. Bizga keraksan. Bizga o'zingni ishonib topshir. Sen men uchun muhimmassan. Shunchaki bizga ozuqasan. Uni ushlang, qonini iching. Men seni qoningdan o'z maqsadim yo'lida foydalanaman. Mendan boshqa hech kim senga tegishiga yo'l qo'ymayman.